o'sha o'zi belgilab bergan vaqtda kirish kerak. Ishoning. Yana bitta vazifa o'zingizda kunlik, haftalik, oylik, yillik plan rejangiz bo'lishi kerak. O'zingizda ham shogird. Mana bunday sistemada ishlaysiz. Endi tasavvur qiling. O'zingiz shu sistemada ishlayapsiz. Endi hamma shogirdingiz ishlasa qanday bo'ladi? Bu juda effektli bo'ladi. Siz 8 oyda chiqayotgan natijaga siz 4 oyda chiqasiz. Agar mana shunaqa potensialni yondashsangiz. Mana bu narsaning mas'uliyat, burch va vaqt deb ataymiz. Ya'ni mana bu narsa bizning psixologik tomondan boshqa emas. Mas'uliyat, burch va vaqt. Shundaysa buni mas'uliyat, burch va vaqt. Endi qarang. Bizning 4-asosimiz nima edi? Ro'yxat. Hozir biz psixologiya haqida gaplashgan bo'lsak, endi texnika haqida gaplashamiz. O'zi texnika bizning ishimizda asosiy narsa, mohiyati texnika. Ya'ni ro'yxat. Tasavvur qiling, $1,000,000 pul muzlab turibdi. Uni siz eritishingiz kerak. Eritishingiz uchun nima kerak? Energiya kerak. Energiya manbai bo'lish uchun sizda nima bo'lish kerak? Ro'yxat bo'lish kerak. Ya'ni o'sha ro'yxatingiz bo'lgandan keyin sizda energiya manbai paydo bo'ladi. Energiya bilan siz o'sha muzni eritib pul topish boshlaysiz. Ya'ni ma'lum darajada ko'tarilib boraveradi. Endi qarang, ro'yxat qanday yoziladi? Ro'yxat siz taniydigan va sizni taniydigan insonlarni yozishingiz kerak. Ro'yxatga. Misol uchun aytaylik, siz Shavkat Mirziyoyev taniysiz, to'g'rimi? O'zbekiston prezidenti. Lekin Shavkat Mirziyoyev sizni taniydimi? Tanimaydi. Demak, ro'yxatga tushmaydi u inson. U insonni siz tanishingiz kerak, u inson ham sizni tanishi kerak. O'shalar ro'yxatga tushadi. Endi juda ko'pchilikda savol bo'ladi, miyamni qanday aktivlashtirsam bo'ladi yoki faollashtirsam bo'ladi degan narsalar ko'p aytadi. Men esimda qolmayapti, xotiram sal chatoqroq deydi-da. Miyani eng birinchi aktivlashtiradigan, faollashtiradigan. Ya'ni miyani eng aktivlashtiradigan, faollashtiradigan narsa, bu birinchi formulasi miyani biron narsani eslashga majbur qilish. Ya'ni biron nimani o'tirib eslaganingizdan keyin avtomatik sizda hamma narsa esingizga tushadimi? Miya aktivlashadi o'sha payt. Siz hamma narsani eslashni boshlaysiz, faollashadi, qidirishni boshlaydi ma'lumot. Ya'ni qanday buni aktivlashtirib bir narsaga majbur qilishingiz kerak, eslash kerak. Ro'yxatdagi insonlarni eslashga majbur qilish kerak. Biz nima qilamiz? Telefonga qaraymiz yoki telefonni knishkaga, rasmlarga farqi yo'q. Nimalarga qarab, o'shalarga qarab ro'yxat yozamiz. Buni effekti yo'q. O'zi ro'yxatni effektliroq yozishimiz uchun